Shunaqa ajoyib xalqachani o'z qo'lingiz bilan attiga 6000 so'm evaziga yasashga xohlaysizlarmi? Mana o'lchab ko'rsatamiz. Hozir mixchamizdan boshlaymiz. Mixchani grammi 250 so'm qancha chiqgan? Hozir sizlarga o'lchab ko'rsataman. 150 chiqdi. Mayli 150 emas, 2 qilib hisoblaymiz. 250 so'mni ko'paytiramiz 2 ga. 500 so'mlik mix ketdi. Qo'shamiz mana shu xalq ilgakchalar 1000 so'm parasi. Qo'shamiz munchoqlarimizni grammi 500 so'mdan. Shunga ketgan munchoqlarimiz общий 4,5 minglik ketgan. 4500 so'm. Mana 6000 so'm xarajati. Endi boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi shunaqa ilgakli mixchalardan, uzunroq variantidan, chunki katta kichik munchoqlarimiz bor. Xohlovchilar o'lchash uchun qancha ishlasa bo'ladi, bu majburiy emas. Shunaqa katta munchog'imizdan kerak bo'ladi. Bundan bitta past razmerda, keyin ketma-ket shunaqa kichik bo'lib ketaveradi. 4 xil razmer bilan chiqaman, foydalandim shulardan. Xohlasangiz yana qo'shib ketaversa bo'ladi. Men hozir to'rttalik qildim va xalqqa ilgak shundan. Endi ishni boshlaymiz. Miximizni olib olamiz. Eng katta razmerdagi munchoqni olib, mixga o'tkazamiz. Miximiz uzunlik qildi, odginasini kesib olamiz. Kesganimizdan keyin aylana amburchamizni olib, qayerga amburchamizni dumaloq qilib o'rta qismi bilan qayirib olamiz. Qayirib olganimizdan keyin keyingi mixni o'tkazganimizdan keyin endi bu mixni qisib yopamiz. Qisadigan amburchamizdan foydalanamiz. Mana zichlab oldik, shunaqa bo'ladi. Endi keyingi mixchamizga o'rta razmerdagi munchoqni solaman. Bu miximizga uzunlik qilyapti, yana kesib olamiz ortiqchasini. Sizlar kesmasdan kaltaroq mixdan foydalansalaringiz ham bo'ladi. Men uzundan foydalandim, lekin menga uzunlik qildi. Bu 45 razmerlik mix edi. 40-35 bo'ladi. 35 dan foydalansalaringiz yaxshiroq ekan. Mana keyingisini ham qayirib oldim. Yana keyingi mixni o'tkazamiz. Munchoqimiz yana bundan keyingi kichkinasini o'tkazib olamiz. Yana amburchamizni kesadigan joyi bilan uzun joyini kesib olamiz. Bizga chunki uzunlik qiladi. Keyin yana qayirib, hozir men to'rttalik qildim. Sizlar xohishlaringizga qarab braslet, sipochka qilib ham xuddi shunaqa ko'rinishda qilib qo'shib ketaversalaringiz bo'ladi. Hammasi shunaqa bo'lib ulanib ketaveradi qizlarjonlar. Agar yana kimgadir shunaqa darslar qiziq bo'lsa, qizlar YouTube'da Furnitura Navoiy sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastdan YouTube'da silkasini ham qoldiraman. Mana oxirgi eng bitta jimchiqchanimizni soldik. Yana ortiqchasini kesib qayirib olamiz. Ana endi xalqa ilgagimizni olib shunaqa qayrilgan joyini bu mixchamizga o'tkazib, yana qisadigan amburchamiz bilan qisib yopib olamiz ochiq joyini. Ana endi shunaqa chiroyli xalqachamiz tayyor bo'ladi. Siz ham o'zingiz qo'lingiz bilan yasab ko'ring.